Sizlarga aynan kerakli narsani birinchi bo'lib shu xususiyatini ko'rsataman. Mana e'tibor beringlar. Hozir aynan mana shu ob-havoda sizlarga ustinglarda shunaqa narsa bo'ladimi yoki boshqacha rangli narsa bo'ladimi? Buni hatto oq rangligini o'rnatsanglar ham hech qanaqa orqanglarda dog' qolmaydi yoki tuki sizlarning kiyimlarga yopishib qolmaydi. Qorasini ham ko'ramiz. Mana qora rangi ham o'zidan umuman tuk qoldirmaydigan xususiyatga ega. Kardinar mexli nakitkasi ikki xil rangda mavjud. O'zi boshqa ranglari ham bor, lekin asosan qora va mana shunaqa qaymoq rangdan iborat. Aynan inomarka haydaydigan va saloni kojinli sidenadan iborat olganlarga tavsiya qilinadi. -4, -5 graduslar ko'rsatyapti. Bunaqa gradusda ko'chada qolgan mashinani sidenasiga o'tirish ham bitta jasorat. Foto savol tug'iladi. Bu nakitkalar boshqa mashinalarga ham shundoq tusharadimi? O'zi umumiy universal nakitka hisoblanadi, lekin hozirga chiqayotgan BYD yoki yangi mashinalar ham hisobga olingan va har bittasi qotiradigan joylari yangi mashinaga moslanib chiqargan. Shunaqa ekan, hammaga birdek tushadigan nakitkamizni sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Narxini bilish uchun kommentariyada bir raqamni yozib qoldiring va unutmang, Kardinar sifatni qadrlovchilar uchun.